Kecha nima bo'ldi? Kecha zo'r bo'lyapti. 5000 dan 15000 ko'targanmiz. Shunaqa gaplar kecha zo'r bo'lgan. Hozir nima bo'lyapti? Hozir sal minusda bo'lib turibdi-da. Bir 7000 tikamiz 15000 dan ustida olib chiqamiz-da. Tinchlikmi aka? Iltimos, tushunsiz ozgina vaqtingizni olaman. Bo'ldi. Bugun hozir internetdan pul topish haqida gapirdingizmi? Ha, nima bo'pti? Bu ish yaxshilikka borgan. Iltimos to'xtating. Aka, qo'ying-chi, o'zingiz ishingizni qiling. Bilmagan narsangizni aralashmang-chi. Men boshimni qotirasiz-da. Ahror, nima bo'lyapti? Sog'da yaxshimi? Yaxshi aka, o'zingiz yaxshimisiz? Men srochna safarga chiqyapman. Buyog'i senga omonat. Sog'dani yaxshi qilib, ishlagan yaxshi qarab, kelgan ekan cho't qilamiz. Bo'ptimi? Xo'p, yaxshi bo'ldi. Dadangga salom ayting. Xo'pmi? Xo'p. Assalomu alaykum. Alaykum. Do'stim. Do'stim, yaxshimisan? Yaxshi, o'zing. Charchabsan? Ishlar nima bo'lyapti, do'stim? Bo'lyapti, yaxshi qilyapman. Do'stim. Qachongacha man predayz bo'laverasan? Ishda do'stim. Bitta zo'r ish bor, do'stim. Qanaqa ish? Do'stim, 5-6 kunda topadigan pulingni 1 soatda topib qo'yasan. U qanaqa ish ekan? Telefon, interneting bo'lsa bo'ldi, do'stim. Uyda o'tirib ishlab qo'yasan, bunaqa qilib qiynalib yurmaysan. Bunaqa ish meni qo'limdan kelmaydi, do'stim. Foydani qarab. Qani? Zo'r. Bu necha pul bilan boshlanadi? $50 bilan. $50 bilan. $50 tiksam necha pul bo'ladi? 20-30 foyda. Zo'r. Ko'proq tiksang, ko'proq olasan. Men epta olaymanmi? O'zim o'rgatib qo'yaman. Telefonda ol. Men уже ochib tayyorlab qo'ydim, registratsiyani o'tkazib qo'ydim. Kartadan pulni o'tkazib ishlata olasan. Tushunmaganingni telefon qilasan. Xo'p, yaxshi bo'l. Yaxshimikin, o'ynasammikin? Yutasam ajalmas, yutasam dedi, yutaman-da. Wow, уже $30 foyda. Ko'proq tiksang, ko'proq foyda bo'ladi. Demak, ko'proq pul solsam, ko'proq yutaman ekan.